de bu jamoamiz, bu gruppamiz hosil bo'lgandan keyin bu как бы bir nechta shunaqa ilmiy mavzularga o'zi shunaqa talks bo'ldi, shunaqa bir mavzular haqida diskussiyalar bo'ldi. Mavzuni o'sha sohasida ishlaydigan odamlar o'zini sohasi haqida aytib berdi. Biz mana shu rubrikani, mana shu demak fanni hozirgi yangiliklari haqidagi rubrikani bir qaytarmoqchi edik. Va shuni qaytarishda undan oldin, bir hafta oldin sizlarga demak pul qildik va o'sha yerdan eng dolzarb mavzu hozir tushunishimiz bo'yicha bu CRISPR texnologiyasi, gen injineriya va xullas genomni o'zgartirish mavzusi bo'lib chiqdi. Shuning uchun bugun haqiqatdan o'sha juda dolzarb bo'lgan, juda qiziq bo'lgan CRISPR texnologiyasi haqida gaplashishga qaror qildik. Demak, u как раз 4 yilmi, 5 yil oldin demak Nobel mukofotiga ham sazovor bo'lgan. U texnologiyani ustida ishlagan odamlar biraz olgan, Islom aka aytib beradilar, u nimaga aynan o'sha odamlar olish kerak, yoki olish kerak emasligi haqida o'zlarining shunaqa fikrlari bor. Hozir shu yerga aytib ketaymi bo'lsam, CRISPR o'zi oldindan topilgan narsa bo'lganda, xabaringlar bo'lsa, u Jennifer Doudna bilan Emmanuel Charpentier topishmagan CRISPR-Cas. U oldindan bakteriyalarda kuzatilgan, adashmasam birinchi iqtibosi, ya'ni citationi 80-90-yillardagi paperda qilingan. U payt u CRISPR deyilmagan, CRISPR-Cas deyilmagan. Uni shunchaki populyarniy bo'lib ketgan payti qachon boshlangan? Hop, adashmasam shu 2010-yillar atrofidami, adashmayman, undan sal oldinroq, 2008-yillar paytida Daniyada bitta korxona bor, sut mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxona bor. O'sha sut mahsulotlari ishlab chiqarilgan korxonada demak sutni achitish kerak bo'ladi, pishloq ishlab chiqarish uchun. Pishloqni, ya'ni sutni achitib pishloq ishlab chiqarish uchun nima ishlatishadi uni? Ferment ishlatishsa kerak, qanaqa? Ferment ishlatishsa kerak? Yo'q, ferment ishlatishmaydi, to'g'ridan-to'g'ri ferment ishlatishmaydi, balki bakteriya ishlatishadi. Uyda ham hatto buni tayyorlash uchun, kefir tayyorlash uchun nima qilinadi? Agar ko'rgan bo'lsang, eski qattiqni olib turib, yangi sutga bunday ko'chirib qo'ysa bo'ladi. Yangi muhitda o'zi bakteriyalar o'sishda davom etadi. Ular shuning uchun o'sha kompaniya, pishloq ishlab chiqaradigan kompaniya, ularni demak laboratoriyasi ham bo'ladi. Aynan eng kerakli bo'lgan bakteriya turlarini saqlab qolish uchun. Chunki bir marta masalan bakteriyani ishlatasan, sen xohlagandaqa pishloq chiqdi, achitib fermentga turib, kerakli bo'lgan pishloq turi chiqdi, ta'mi ham mos keldi, sen xohlagandaqa bo'lib. Lekin u keyinchalik o'zgarib ketmasligi uchun, mutatsiya bo'lib qolmasligi uchun ular demak tadqiqot qilib, bakteriya qanaqa turdaligini aniqlab olib, saqlab qo'yishlari kerak bo'ladi. Yana bitta ularga kerakli bo'lgan jihati bu tozalikni saqlash, bakteriyaning tozaligini saqlash. Nimadan? Bakteriyafaglardan. Chunki bakteriyafag tushib qolsa, ular bakteriyasi prosta yo'q bo'lib ketadi, nobud bo'lib qoladi. O'sha joyda pishloq ishlab chiqaradigan kompaniyada ishlaydigan bitta olim yigit, ismi esimda yo'q hozir, qarab olishim kerak edi o'zi. O'sha bola topgan, birinchi bo'lib qarasa, nima bo'lyapti? Bakteriya kulturada demak yashab qoldi, bitta bakteriya. Petri idishga demak ekishadi. Ekishganda qaraganda hamma bakteriya o'zi o'lishi kerak, lekin qaysidir miqdori yashab qoldi. Uni keyin yangi kulturaga qo'yib turib, yana bakteriyafag bilan infeksiya qilsa, u yoqda endi bakteriyafag hech qaysi birini o'ldirmadi, hammasi yashab qoldi. Yoqdan o'zi birinchi xulosa qiladiki, demak buni qanaqadir защитный mexanizm bor ekan degan xulosa qiladi. Keyin uni ustida ishlab turib, ishlash natijasida
bakteriyani genomini sekvenирование qilishadi. Sekvensing qilishgandan keyin ko'rishadiki, ularda takrorlanuvchi hududlar bor ekan. O'sha takrorlanuvchi hududlar palindromic repeats deb hozir CRISPR'da ichiga kirib ketgan. Clustered regularly interspaced palindromic repeats. Repeat sequences. Da. O'sha ketma-ketlikni topadi u. И o'sha joyda Science jurnaliga nashr qilishadi. И o'sha demak nashriyot, ya'ni o'sha nashr qilingan maqola portlab ketadi o'sha payt. Undan keyin Amerikada Emmanuel Charpentier bilan Jennifer Brownni konferensiyada ko'rishib qolishadi 2012-yillar. 11-yili ko'rishadi. Bir-biri bilan keyin ko'chada aylanib yurishgani gaplashishadi. Mana shunaqa narsa kristal degan narsa chiqdi. Nimaligini birga o'rganamizmi dedi. Men davay dedi narigisi. Shunaqa qilib demak CRISPR ustida ishlashni boshlashadi. Ya'ni ular 20 yildan keyin mexanizmi bo'ladi. 10 yil ichida asosiy topib bergan narsa shuni mexanizmi bo'ladi. CRISPR o'zini topishmagan, ular mexanizm qanaqa ishlashini topib berishgan. Guide RNA bilan masalan. Hozir savol chiqdi-da, bir ikkita, значит. Birinchi savol bu hozir krastiki o'sha topilgan demak pishloqqa olinishidagi jarayonda topilgan demak ixtiro keyinchalik ular o'shani mexanizmni o'rganganmi или вообще umumiy CRISPR texnologiyasini как бы o'rganganmi? Yo'q, ular umumiy mexanizmni o'rgangan. Bu yoqda ular topishgan Cas9 oqsili bo'lgan, Cas9 oqsilini topishgan. Cas9 oqsili shunaqa oqsil ekanki, demak bakteriyafagdan tanish bo'lgan strand, ya'ni tanish bo'lgan zangi tushib qolsa, uni kesadi. Shunaqa xususiyati bor bo'lgan Cas9ni topishgan. Hammasini keyin birgalashib ketiladigan bo'lsa CRISPR chiqadi. Chunki CRISPRda aynan demak guide RNAni demak olish uchun palindromik ketma-ketliklar bor. Bu CRISPRning mexanizm любой bakteriya, faqat bu turdagi bakteriya emas, boshqa turdagi bakteriyalar bilan bor. Tushunarli. Endi значит biz o'zi как бы men gapingizni tushundim. No, как бы gapni umumiyroq tushuntirish uchun bu как бы o'zi CRISPR nima haqida ekanligini bitta umumiy tushuntirib ketaylik-da вообще. O'zi birinchidan o'zimizni tanishtiraylik. Islom aka, Karim Islomjon aka. Demak, Bilkent universitetida menimcha gen injeneriya как раз sohasi, to'g'rimi? Nomi. Genetika deylik. Хорошо. И Мам Рагбаров Нурумид, значит, XSE University Moskvadagi o'sha kimyo sohasini bitirganman va biza men как раз bugun mana shu gen injeneriya sohasida demak gap yuritmoqchimiz. Va как раз demak Islom aka hozir shu CRISPR texnologiyasiga juda muhim shunaqa kirish qilib berdilar bizaga. Juda qiziq ma'lumotlar ulashib berildi. Endi bu texnologiya o'zi nima haqida ekanligini как бы tushunishga harakat qilaylik-da. Ya'ni o'zi bu texnologiya, ya'ni gen injeneriya просто odamlar qanaqadir fikrlaydi-da uni. Masalan, ko'pchilik buni ilm fanni demak bazasini, fundamentini bilmaydi va umumiy mediada masalan kelib chiqqan holatda qanaqadir fikrlar yuritadi. Gen injeneriya nima qilishi mumkin? Bizga qanaqadir qobiliyatlar beradimi? Bizani hayotimizni ya'ni yashashimizdan oshirib beradimi? Yana qanaqadir bilmadim, super qobiliyatlar beradimi? Xuddi bir agar Logan kinosini kim ko'rgan bo'lsa, xuddi bir mana shunaqa bilmadim, tirnoqlar o'sib ketadimi yoki yana nima bo'ladimi? X-Mendagi qanaqadir super odam bo'lib qolamizmi? Ya'ni juda ko'p savol bor. Va buni etik demak qismi ham bor. Bu o'zi qanchalik to'g'ri mana shunaqa qilish, odamning genomiga aralashish va umuman tirik organizmlarni o'zgartirish. Va bu haqida как раз bugun suhbat qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun birinchi tushunib olaylik-da, biza nima, ya'ni bu tadqiqotni, bu yangilikni
mana shu trendni o'zi ma'nosi nima? U bizga nimani berishi mumkin? Ya'ni gen injineriya orqali biz nimaga erishishimiz mumkin? Ya'ni birinchi gen nima haqida? Bo'lyaptimi, сразу birga suhbat qilamizmi bu haqida? Yo'q, men просто aytib ketavering Islom aka, men просто kirish qilib berdim. Bo'ldi, rahmat Nuray. Demak, nimadan boshlaymiz endi? CRISPR nima haqidaligini gaplashamiz birinchi. Xo'p. Demak, CRISPR tarifi shunda boya aytgandek, nima bo'ldi? Clustered regularly interspaced polygenic repeats bo'ladi. Buni o'zbekchalab tarjima qiladigan bo'lsak, klasterlangan, ya'ni guruhlangan, doimiy tarzda bo'shliq qoldirib ketilgan palindrom, demak, takrorlanish seziladi. Qaytarilish. Bu bakteriyani DNKsidagi ma'lum bir hudud. Hozir CRISPR bu umumiy tushuncha. Yani mexanizmga tushuncha deb aytilgan bo'ladi. Bakteriyada genomida o'zini hududi bor, mana shunaqa maxsus hududi bor. O'sha hududda men hozir chizib ko'rsatishim kerak ekan, men bunga tayyorlanishim kerak ekan. Hozir necha birinchi marta qo'yamiz. Chizib berishga harakat qilaman. Men ko'ryaptimi? Ko'rinmayapti. Xo'p, birinchi bo'lib Islom aka bizga aytib bering, mana qarangda. Mani masalan xabarim borligicha, ya'ni men biokimyodan unchalik kuchli emasman, просто soham sal boshqa yo'nalishda qaragan. Demak, bilamizki, что men 60-yillarda demak Watson Cricklar demak DNK strukturasini aniqlagan. 53-yilda. 53-yilda yo 60-yilda. Da, to'g'ri. Men Nobel mukofoti bilan aralashtirdim. Значит, undan keyin mana demak biologiyaning asosiy dogmasi bor dedim. Molekulyar biologiya. Значит, DNKdan RNKni olinishi, RNKdan oqsillarni sintezi. Xo'sh, undan keyin mana bizga demak DNKni qanchalik muhimligini bu kabi ko'rsatib beradigan yana bir qanaqadir faktor, to'g'rimi? Va undan keyin biz qanday qilib demak genom editingga qanday qilib kelib qoldik? Ya'ni biz DNKni o'zgartirishga, ya'ni вообще genomni o'zgartirish, gen injineriyaga va CRISPRdan oldin qanday biz mana shu texnologiyaga kelib qoldik? Shunaqa savolda. Ya'ni menimcha auditoriyamiz ham keng bo'lsa kerak, просто hamma ham mana shu sohada bo'lmasa kerak. Xo'p, qanaqa gen injineriyaga kelib qoldik? Demak, o'sha Watson Crickdan keyin o'zimman DNK bu insondagi kodligi aniqlangandan keyin nasldan naslga o'tib xususiyatlarini belgilab beradigan, genlarni kodlaydigan demak biomolekulaligi aniqlangandan keyin tabiiyki odamlarda savol paydo bo'ladi. Xo'p, genlar bizni qanaqa bo'lishligimizni belgilab beradigan bo'lsa, biz bu genlarni ishlatgan holatda, ularni o'zgartirgan holatda o'zimizni ma'lum bir qanaqadir xususiyatlarimizni kuchaytirsak bo'ladi. Ya'ni superhuman, ya'ni kuchli inson ko'rinishga kelsak bo'ladi. Juda ham aqlli yoki uchishi biladigan yoki ko'zimiz rangi pushti bo'lgan yoki yana qanaqadir qo'llarimizdan qo'shimcha barmoqlar chiqib keladigan yo qanot o'sib chiqadigan degan har xil xayollar paydo bo'ladi. Bu faqatgina olimlarning narsasi emas, olimlarning xayolidagi narsa emas, balki entuziastlar, ya'ni kitob o'qib, tasavvur qilish yaxshi ko'radigan, fikrlash yaxshi ko'radigan, qisqa qilib aytganda kreativ o'ylashni yoqtiradigan odamlardan kelib chiqadigan g'oyalar odatda bo'ladi. O'sha g'oyalar asosida keyinchalik olimlar ham ruhlanib, demak bu
maqsadga qanday erishsa bo'ladi degan savol qo'yishadi. Bu nafaqat ortiqcha narsa, masalan, qo'shimcha qanotlar yoki qo'shimcha kuch yoki qo'shimcha intellekt, balki bizga kerak bo'lgan narsalar ham bo'lishi mumkin. Bular qatorida saraton kasalligidan to'liq ozod bo'lish, qanaqadir kasalliklarga to'liq davolash, ayniqsa genetik kasalliklar borligi aniqlangandan so'ng hamma savol berishni boshlagan, qanaqa qilib shu genetik kasalliklarni yo'qotsa bo'ladi, nasldan naslga o'tadigan kasalliklarni yo'qotsa bo'ladi. Bunga ham javob nima bo'ladi? Demak, genomda qandaydir o'zgartirish kiritish kerak degan yechim bo'ladi. Shu boshlang'ich nuqtasi. Juda qiziq haqiqatdan ham. Значит, biz shunaqa qilib o'sha qishloq qiladigan aka, demak, yordamida biz mana shu texnologiyaga qanday qilib to'qnashib qoldik. Demak, palindromik repeat. Qishloqchi aka u boshqa mavzu o'zi, mobil masalasi bo'yicha mavzu. Yo'q, как бы o'shandan baribir boshlangan u. Qanaqa demak. Shunaqa o'zi gen injeneriyada CRISPRdan oldin boshqa usullar bo'lgan. Ulardan bittasi Tallen degani, Tallens degan oqsillar bor. Tallenslar o'sha zinc finger, ya'ni sink barmoqlari degan oqsilni domenlari bo'ladi. Bu demak, istalgan oqsilni demak uchlamchi, to'rtlamchi tuzilishi bo'lgan paytda ularni uchlamchi tuzilishi barmoqlarga o'xshaydi. Ularning o'rtasida sink molekula, sink atomi ioni turadi, ushlab turadi. Bu DNKga yaxshi o'rnashadi. Yaxshi o'rnashib turib, uni o'zgartirish qobiliyatiga ega. Avvaliga shu sink ya'ni tallenslarga, sink barmoqli domenga ega bo'lgan oqsillarga qiziqish katta bo'lgan 2000-yillarning boshida. Shunga qiziqish katta bo'lgan, chunki ular to'g'ridan to'g'ri DNKni ma'lum bir qismini kesib olib tashlash qobiliyatiga ega edi. DNK ma'lum bir qismini kesib olib tashlay olsak, hujayraning ichida DNKni demak tuzatish sistemasi bor. O'sha tuzatish sistemasi olib tashlangan hududning o'rniga avtomatik tarzda o'zi boshqa bir hududni kirgizadi. Shu asosiy g'oya bo'lgan boshida. Keyin CRISPR o'zi faqat qishloqchakada emas, undan oldin ochilishni boshlangan. Qanaqa qilib ochilgan? Bakteriya fakga qarshi o'zini ichki immuniteti borligi aniqlangan. Ichki immuniteti nimadan tashkil topgan ekan? Ichki immuniteti Cas9 deb nomlangan yoki boshqa Cas oilasiga kiradigan fermentlardan tashkil topgan ekan. Cas fermenti nima vazifani bajaradi? Cas fermenti o'ziga notanish bo'lgan, aslida o'ziga notanish emas, begona bo'lgan DNK zanjiriga borib turib, uni qaychiga o'xshab kesib tashlaydi. Ya'ni bakteriyaga hujum qiladigan bo'lsa, virus bakteriyaga hujum qilayotgan bo'lsa, virusning mexanizmi qanaqa? Asosiy mexanizmlardan biri o'zini DNKsini demak hujayraga kirgizish. O'zini DNKsini hujayraga kirgizgandan keyin u DNK keyin demak translyatsiya bo'lib bakteriyafag oqsillarini chiqarib beradi. Natijada bakteriya ishib ketib, ichida viruslar ko'payib ketgandan portlab ketadi. Portlab bakteriyafaglarni boshqa joylarga tarqatadi. Bu oddiy mexanizm. O'sha o'zini DNKsini kirgizayotgan paytda bakteriyalar shunaqa evolyutsiyaga uchragan ekanki, demak notanish emas, balki o'sha begona DNK kirganda uni ko'radi, lekin hech nima qila olmaydi, chunki birinchi marta ko'ryapti. Keyin qanaqadir mo'jiza yuzaga kelib, u yashab qolsa, u DNK, begona DNK hujayraning ichida qolib ketsa, bakteriya o'sha DNKni olib turib, shuni o'zini DNKsiga qo'shib qo'yarkan. Ya'ni CRISPR deb nomlangan hududiga qo'shib qo'yarkan. Begona DNKlar biblioteka, kutubxonasi xuddi. Masalan, uyda kitob javoni bo'ladigan bo'lsa,
keyin kimdir eshik ochib shunday bitta kitobni otib olgan bo'lsa, yerda yotgan bo'lsa, undan kelib olib kitob javoniga qo'yib qo'yiladi, to'g'rimi? Kerak bo'lganda o'qiyman deb qo'yib qo'yamiz. Ya'ni xuddi bir Troya otidagi hujayraning ichida qanaqadir qo'shimcha DNK kelib qolibdi, mayli qo'shib qo'y deb kerakli joyga qo'shib qo'yadi. Bu birinchi bosqichi. Ikkinchi bosqichi, endi o'sha bakteriyafag ikkinchi marta hujum qilsa bakteriyaga, bakteriya nima qiladi? Kutubxonasiga boradi, CRISPR hududiga boradi. Bu yoqda demak xuddi o'qlar turadi-ku, bunaqada nima deyiladi? Magazinda o'qlar yig'ilib turilganda bu yoqda ham ketma-ketliklar bo'ladi. Ketma-ketliklar kas oqsili ishlatadigan ketma-ketlik. Handle xuddi richakka o'xshaydi. Qo'li bilan ushlab olish uchun richak. Qo'li bilan ushlab olgan richagi bor. Uni ustiga nima qo'shilgan bo'ladi? O'sha begona DNKni, begona bakteriyafagning DNKsi qo'shilgan bo'ladi. Mana shunaqa qo'shilgan bo'ladi-da, bo'ldi. Kas oqsili uni ushlab oldi. Endi borib tekshirib ko'radi. Qo'limdagi atrofidagi narsalarni tekshiradi. Borib tekshirib ko'radi. Buni moslashtirib ko'rdi. Bir-biriga komplementar bo'ldimi? Qarama-qarshi keldimi? Mos keldimi? Ha dedi. Demak, bu begona DNK ekan dedi. Bunga pichoq sanchadi. Qaychi bilan kesadi buni. Shunday qilib, bakteriyafag bakteriyaning ichida rivojlana olmay qoladi o'sha joyda. Savol, bu hamma bakteriyalarda bor bo'lgan shunaqa validatsiya sistemasimi yoki bu sistema ham o'zi ko'p bakteriyalarda bor bu sistema. Ya'ni ular o'sha oldindan biladi shunaqa mexanizm. Mexanizmi shunaqa mexanizmda bakteriyalarda bor. Juda qiziqda, ya'ni ular как бы o'sha organizm shunga aynan ko'nikanda, xuddi bir filtrga o'xshab. Ha, shunaqa. Uni qanaqa kelib chiqqanini desa, hech kim bilmaydi baribir. Chunki bu yoqda bir nechta demak nima deydi? Kalit qulfga tushish kerak bo'lgan joylari bor-da. Kalit qulfga tushgan aniqlik darajasi juda ham yuqori bo'lishi kerak bo'lgan bir nechta bosqichlari bor. Birinchi bosqichi o'sha begona DNK parchalanmasdan qolib ketishi va bakteriyani DNKsiga integratsiya bo'lishi. Birinchi bosqichi. Ikkinchi bosqichi xuddi o'sha ketma-ketlikni olib turgan holatda kas oqsili borib yangi bakteriyaga moslashtirib ko'rishi. Uni kesishi tag'in. Bu o'zi uchinchi bosqich bo'lyapti. Ya'ni qo'shimcha funksiyali, aynan shunaqa funksiyasi bo'lgan oqsil uni borib tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni men tushunishim bo'yicha xuddi birovni telefonidan Google akkauntga kirmoqchi bo'lganingizda ko'p faktorli shunaqa verifikatsiya bo'lgani kabi, nomeringizni so'ragan kabi, pochtangizni so'ragan kabi, bitta ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Juda qiziq. Verifikatsiya bosqichlari ko'p ekan. Demak, men aytwas, значит, CRISPRdan oldin boshqa o'sha sync handles bo'lgan, как бы. Nimaga u rivojlanmagan yoki ya'ni rivojlangani nimaga u shunaqa demak ommaviy boomga olib kelmagan? Nimaga hozir biz u haqida gapirmaymiz? Nimaga CRISPR haqida gapiramiz? Zinc fingerlarni shunaqa. Zinc fingerlarni u yoqdagi mexanizm bu hozir zinc fingerlar ham adashmasam bakteriyada topilgan mexanizm. Bu mexanizm demak boshqa. Hozirgi aytib berganim bu bakteriyaning himoyaviy mexanizmi. Endi himoyaviy mexanizmdan nimaga olib keldik? Buni gen injeneriyada qanaqa ishlatilishi haqida gaplashdik. To'g'rimi? Odamlar buni qanaqa ishlatiladi? O'sha organizmlarda, odamlarda eng qizig'i shu-da o'zi. Odamlarni ishlatish uchun birinchidan uni odam hujayrasiga yetkazib berish kerak. Bu o'zi katta masala. Buning ustida odamlar tadqiqot olib borishadi. Virusni оболочкani ishlatib turib, odatda adenovirus kapsid ishlatiladi. Odamni o'sha kerakli bo'lgan hujayrasiga infeksiya qilish kerak.
u kapsidni ichida CRISPR turadi, oqsili turadi yoki uni DNK, RNKsi turgan bo'ladi. Kerakli bo'lgan guide RNA deyiladi, ya'ni gid RNK turishi kerak bo'ladi. Gid RNK yoki gid RNK aynan qaysi DNK hududi bilan bog'lanish kerakligini belgilaydi. Odam hujayrasiga kirgandan keyin yadrosigacha yetib borsa, o'zi katta masala, yadrosigacha yetib borgandan keyin guide RNKsi bilan gid RNKsi bilan demak DNKni o'qishga harakat qiladi. O'qiydi. Mos kelgan hudud tushsa, o'sha joyga Cas9 oqsili, nimaga Cas9 deyapman? Cas9 eng ko'p organizmda ishlatilgan boshqa oqsillar ham bor. Cas12 bor, Cas13 bor. Buni modifikatsiyalari ko'p chiqib ketgan o'zi. Cas oilasi. Cas oilasi. Bog'langandan keyin Cas nima qiladi? Shu yerda kesadi, qaychi bilan kesadi. Kesishda ikkala zanjirni kesish mumkin yoki faqat bitta zanjirni kesish mumkin. Bu ham qaysi Casligiga qarab turib o'zgaradi. Biz bilgan Cas9 ikkita zanjirni kesadi. Endi bu ikkita zanjir kesildi. Xo'p, bu gen injeneriga nima aloqasi bor? Aloqasi shundaki, kesilgandan keyin insonni o'zini DNK reparatsiya sistemasi bor. Ya'ni DNKni tuzatish sistemasi bor. O'sha tuzatish sistemasida mana bu birga turgan zanjir uzilib ketsa, endi qo'shimcha oqsillar keladi-da, bu ikkalasini birlashtirishga harakat qiladi. Bu ikkalasini to'g'ri birlashtirish mumkin yoki noto'g'ri birlashtirish mumkin. Buni odatda non-homologous end joining deyish mumkin, ya'ni gamolog bo'lmagan hududlarni oxirlarini birlashtirish yoki homologous recombination bo'lishi mumkin, ya'ni gamologik rekombinatsiya bo'lishi mumkin. Endi ikkala hudud ham bir-biriga shunchaki yopishtirib qo'yilishi mumkin. Bu yoqda non-homologous end joining mexanizmi bo'yicha amalga oshadi. Chunki bu yoqda hech qanaqa template, ya'ni hech qanaqa namuna ishlatilmayapti. DNK reparatsiya tizimi nimadirga qarab turib, bironta kitobga qarab turib, bunaqa bo'lishi kerak ekan, spravishnikka qarab turib to'g'rilamayapti. Bu prosta olib kelib turib yopishtirib qo'yapti o'zini. Boshqa mexanizmi bor, ko'proq uchraydigan. Bu bilamiz, demak odamda har bitta DNKni nusxasi bo'ladi, kopiyasi bo'ladi. O'sha kopiyasi, ya'ni sister gamolog xromosomadagi nusxasi ishlatilgan holatda bunga qaraydida, bu uzilganini ko'rib turib, demak buni bir-biriga tik borib turib to'g'rilab yuboradi. Mana shu ikkalasi birga mana shunaqa bo'lishi kerak ekan, orada mana shu nukleotidlar turishi kerak ekan deydi. Shunda normal holatga qaytish mumkin yoki gamolog xromosomadagi ko'rinishga o'tish mumkin. Bu ikkala holatda ham funksionalniy, agar albatta mutant bo'lmasa, funksionalniy DNK qaytib tushadi. Bu bitta mexanizmi. Non-homologusda esa gamolog bo'lmaganlar shunchaki yopishtirib qo'yishdi. U shunchaki yopishtirmaydi. Yopishtirish uchun birinchi nima qilish kerak? Tayyorlab olish kerak oxirlarini. Tayyorlab olish uchun nima qiladi? Tepadan ozginasini kesadi va buni pastidan ozginasini kesadi. Keyin bir-biriga yopishtiradi, tikadi keyin bir-biriga. Ozgina hozir kallada demak mut bo'lib qoldi. Demak birinchi holatda bizda demak hech qanaqa referens, hech qanaqa narsaga qaramasdan turib ular prosta shunaqa skleyka, shunaqa yopishtirib qo'yish bo'layotdi. Ikkinchi holatda bizda orasiga nukleotidlar qo'yildi, to'g'rimi? Ikkinchi holatda qaysi bir holatda nukleotidlar qo'yilmaydi. Birinchi holatda referensga qarab turib, ya'ni namunaga qarab turib to'g'rilanadi rekombinatsiya orqali. Ikkinchi holatda namunasi bo'lmay, namunaga qaramasdan turib o'zidan ozgina olib tashlab yopishtiradi. O'sha o'zidan ozgina olib tashlab yopishtirgan paytda muammo nimada? Qaysi tur nukleotidlar ketib qolyapti. Qaysi tur nukleotidlar ketib qolsa, bu frame shiftga olib keladi. Ya'ni o'sha gendagi ketma-ketlik
Endi uchtadan aynan original holatdagi ketma-ketlik bo'lmaydi. Bitta nuqtasi kam bo'lib qolgan bo'lsa, endi buni frame, ya'ni xos bo'lishi kerak bo'lgan aminokislotalari ko'rinishi uchtadan emas, balki bitta keyingi uchlikdan paydo bo'ladi. Bu umuman boshqa aminokislotalarga olib keladi yoki stop kodonga olib keladi. Natijada u nefunksionerning funksiyasi buzilgan oqsilga olib keladi. Endi bu reparatsiya tizimida, ya'ni tuzatish tizimi. Cas9 ishlatganimizda unga qo'shimcha tarzda olimlar nima berishadi? Gen injenerlar namuna berishadi. Mana namunaga qarab turib to'g'rilagan deydi. Adenovirus ichida Cas9 oqsili deylik, git RNKsi bor va namuna DNK bor. Namuna DNKni hammasi yuborilgandan keyin ikkita joy uzildi. Olimlar xohlagandek DNK hududi berilgan. Shunda reparatsiya tizimi buni gamolog deb o'ylaydida ishlatib turib to'g'irlab oladi. Natijada demak o'zi kerakli qismini kirgizib oladi, kerakli joyga. Buni qaranglar, odamlar ayyorliganda. Ya'ni biza tabiatda bor bo'lgan reparatsiya demak anaqasini, jarayonni o'zimizga qulay qilib ishlatamiz. Xuddi senga 100 ming so'mlik kupyuralarni bir pochkasini beryapti-da, orasiga $100 tiqib berayotganda beryapti. Menga o'zi birinchidan 100 ming berish yaxshi, $100 tiqib berish undan ham yaxshi. Juda qiziqda, haqiqatan ham. Buni demak последствияsi deymizmi? Bundan kelib chiqadigan minuslari bormi? Ya'ni birinchidan organizm mana shuni hech o'zi deteksiya qilib, hech oldini olishga ehtimolligi bormi? Ya'ni qanaqadir mexanizmlarni o'ylab chiqishiga. Albatta, bu tashqi oqsil, tashqi DNK, RNK bo'lganligi uchun, masalan, qonga tushib qolsa yoki limfa tugunlariga tushib qolsa, umuman suyuqlikka tushib qolsa, hujayralar ichiga kirgan taqdirda ham ular o'zidan chiqaradi baribir. Notanish molekula moddalarni organizm reaksiya ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham san faqat bitta o'qing bo'ladi. Bitta o'qda mo'ljal yo'rolsang, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi marta o'zi bersang, immun tizimi kuchli reaksiyaga borishi mumkin. Shuning uchun ham bu hozir masalan CRISPR bilan hech qaysi odam demak to'g'ridan-to'g'ri davolanmagan, gen o'zgartirilmagan. CRISPR bilan davolangan kasalliklar bor. O'tgan yil qilishdi, immunoterapiya davolashdi. Faqat unda qanaqa davolashgan? Unda insonni hujayrasini tashqariga olib turib, idishga olib turib, uni o'zgartirib, to'g'rilab turib, qaytarib insonga berishgan. Shunda CRISPR odamning ichiga kirib o'tirmagan. Men o'zi har doim shunaqa qiziqardim-da. Ya'ni даже agar mana shunaqa genetik odamda kasalliklarni oldini olish imkoniyati bo'lsa, bu praktikada qanday, ya'ni ko'rinishga ega bo'ladi? Unga qanaqadir inyeksiya qilishmaydi-ku, unga ya'ni inyeksiya vaksinadagi masalan eng zo'r ssenariyda, eng zo'r holatda shunchaki vaksina qilinadi, vaksinaga o'xshab qilinadi-da, u virus tarqalib ketishi kerak, hamma hujayralarga yetib borib, kerakli eng asosiy masalan aytaylik, neyrodegenerativ kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, nerv hujayralarini to'g'irlash kerak DNKsini deydi. Unda masalan miyaga yoki spinal cord, demak hozir aytaman, umurtqaga inyeksiya qilinishi kerak. Umurtqa suyuqligiga u yoqdan adenovirus kapsidlari tarqalib, hammasiga yetib borib, kerakli bo'lgan nerv hujayralariga yetib borib, o'zini mahsulotini o'tkazib berish kerak bo'ladi. Bu ideal ssenariyda. Lekin aytganimizdek, buni hali validatsiyasi, standartizatsiyasi amalga oshmagan. Odamga 100% xavfsizligi ham isbotlanmaganligi uchun bunga qarshi turgan demak odamlar ko'p, olimlar ham ko'p, lekin qilishimiz kerak deb turgan odamlar ham ko'p. Juda haqiqatan ham qiziq. Agar bizani eshitayotgan odamlarda ham qanaqadir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytga kelib
bemalol berishinglar mumkin. Mikrofonni yoqib. Xo'sh. Endi sizlar esli shu yoqaveringlar. Agar savolingiz bo'lmasa, menda yana bir savol bor. Значит, mana hozir biza demak, aynan qanaqadir aynan bitta o'q haqida gapirdik, ya'ni shunaqa metafora ishlatdingiz. U o'q qanaqa bo'lishi kerakligi haqida bizda hech o'zi variantlar bormi? Ya'ni biza aniq bo'lmasa ham mayli, qanaqadir katta ehtimollik bilan bilamizmi, aynan nimani ishlatish kerak, qanaqa demak sekvenslarni ishlatish kerak, qanaqa ketma-ketliklarni ishlatish kerak, чтобы masalan qanaqadir masalan o'sha terapevtika, ya'ni nimadir kasalliklarni oldini olish yoki aynan o'sha ya'ni yangi qanaqadir insonga endi bu yoqda parametrlar ko'pda. CRISPR-Cas9 ishlatiladigan bo'lsa, qanaqa kasallikni o'zi davolamoqchi, genni qaysi hududni o'zgartirmoqchi, genda aytaylik bitta nukleotid mutatsiyaga uchragan bo'lsa, uni to'g'irlamoqchi bo'lsa, masalan adeninni aytaylik sitozinga o'zgartirmoqchi, adeninni sitozinga o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda u o'sha hududga eng optimal, ya'ni rekombinatsiyaga eng optimal bo'lgan DNKni yuborish kerak. Chunki DNKni ketma-ketligi gendagi hudud bilan mos kelishiga qarab turib, rekombinatsiya muvaffaqiyat darajasi o'zgaradi. Bu bitta jihati. Uni qanaqa qilib yetkazib berish degan masala ham bor. Hozir bu yerda Cas9ni aytaylik adenovirusga yetkazib berish mumkin. Yoki Cas9ga mos keladigan RNAni yetkazib berishi mumkin. Bu ham bitta masala. Bu hammasi endi tadqiqot qilib, ilmiy ishlar qilib o'rganiladi. Birinchi o'rinda bular to'qimada tekshirib ko'riladi. Ha, ya'ni kimdir gapirmoqchi. Juda qiziq atak. Akmal Kenjayev gapirmoqchingiz, hozir so'z beraylik. Qanday so'z bersak bo'ladi? Xo'sh. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi akalar? Uzr, menda ham bir qiziq bor-da. Aka beravering. Eshityapmiz. Men bir talabam internet orqali bir CRISPR haqida bir video ko'rgan bo'lsa kerak, menimcha menga savol bergandi-da. O'sha CRISPRda o'zi nima, asosiy vazifasi nimadan iborat? Keyin bir dedi, video ko'rdim dedi, o'shanda dedi, tuxumni o'zini deyapti, CRISPR deyapti, ikkiga bo'ladi-da, ikkala tuxum ham yangilangan holatda bo'ladi deyapti-da. Shu haqda nima deya olasiz? Menga bir ozgina CRISPR haqida yana qo'shimcha ma'lumot bera olasizmi demoqchi edim. Tuxum deyilganda tuxum hujayra to'g'rimi? Masalan, tuxum bo'ladigan bo'lsa, zigota ham bo'ladigan bo'lsa, bitta dona hujayra bo'ladigan bo'lsa ham bo'linishi kerak bo'lgan. CRISPR o'zi nima degan savolga boya aytganimizdek, bu bakteriyadagi mudofaa tizimi, ichki immuniteti bakteriyani, bakteriya faklarga qarshi bo'lgan ichki immuniteti. Ichki immuniteti tashqaridan kelayotgan notanish, ya'ni begona bakteriya faklarni DNKsini kesib parchalab tashlash uchun ishlatiladigan tizim. Endi bu insonda qanaqa ishlatiladi? Insonda aytaylik bitta tuxum hujayrasi bo'lsin yoki zigota bo'lsin, u keyinchalik bo'linishi kerak degan naqani oladigan bo'lsak, lekin bu bitta stem cell, ya'ni o'zak hujayra bo'ladigan bo'lsa, uni DNKsi o'zgartirilgandan keyin qanaqa o'zgartiriladi? CRISPR emas o'zi, Cas9 oqsili git RNK bilan yuboriladi va namuna DNKsini yuboriladi. Ma'lum bir hududga DNK ma'lum bir hududi, hujayradagi DNK ma'lum bir hududi Cas9 oqsili tarafdan topib,
aynan mos keladigan, o'zini gid RNKsiga mos keladigan hududi topilib, o'rnashadi va o'sha joyda kesadi. O'sha joy kesgandan keyin namuna DNK keladi va uni hujayradagi reparatsiya tizimi rekomendatsiya qilib turib to'g'rilaydi. Ya'ni o'zi xohlagan ko'rinishga olib keladi. Natijada namuna DNK biz xohlagan DNK genomni hududiga kirgiziladi. Va bu hujayrada endi qoladi, chunki DNKsi o'zgartirildi. So'ng u hujayra bo'linadigan bo'lsa, aytaylik, zigota bo'ladimi yoki boshqa tuxum hujayra bo'ladimi yoki o'zak hujayra bo'ladimi, stem cell bo'ladimi? Bu bo'linadigan bo'lsa, DNKsi bo'linish paytida qanday holatda bo'lgan bo'lsa, shunday holatda kopiyasi, ya'ni nusxasi olinib, ikkala hujayraga ham o'tadi. Shunaqa. Tushunarli bo'lgan bittami. Hop. Endi Menimcha. Labay? suhbatimizni davom ettiramizmi? Davom ettirsak bo'ladi. Demak, men oldin bitta rasm ko'rsatmoqchiman. Mana shu rasmni juda ko'p ko'ryapman, to'g'risi oxirgi payt именно mana shu CRISPR haqida gapirayotganimizda. Ya'ni agar ko'rayotgan bo'lsa, demak, bu как бы bizga qanaqadir yordam berishi kerak menimcha. Biz aynan mana shu inserted, ya'ni mana shu strelka bilan ko'rsatilayotgan joyga nima qo'yamiz? Biz aynan o'sha yoqqa, demak, o'zimiz kiritgan sequence, o'zimizni kiritgan qanaqadir qatorni qo'yamizmi? Men tushunishim bo'yicha. Strelka bilan ko'rsatilgan joy bu kesiladigan joy xolos. Aha. U joy kesiladi. Keyin shu hudud umumiy o'zgaradi-da. Shu hudud bu yerda DNK berilmagan, ko'rsatilmagan. Namuna sifatida bir DNK keladigan bo'lsa, o'sha DNK bilan shu kesilgan hudud rekombinatsiya bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni уже berilgan qanaqadir demak qator bilan mana shu kesilgan hudud уже keyin anaqa bo'ladi, nima birlashadi. Rekombinatsiya bo'ladi. Aha. Mana shunaqa, как бы просто vizual qanaqadir tushunish uchun kerak edi. Atak endi davom ettirsak ham bo'ladi. Hozir 1 minut. Xo'sh. Menimcha Akmal aka savollariga javob topdilar. Yoki ya'ni nimadir so'ramoqchi bo'lsangiz, bemalol so'ravering. Tak bizda dalishi mana shu demak mexanizmni har xil joylarda qo'llanilishi, xususan mana shu orqali biz yangi qanaqadir odamga xossalar bera olamizmi? Ya'ni qanaqadir kasalliklar haqida biz уже ancha aytib berdik aslida. Kasalliklar haqida juda qiziq ma'lumotlar oldik. O'simliklarda hozir ko'p ishlatilyapti, chunki o'simliklarga reseptorlar juda ko'p emas. Hozir CRISPR bilan o'zgartirilgan pomidorlar chiqib ketgan, karamlar har xil chiqib ketgan. Ularning hammasi demak sekin-sekin marketga kirib boryapti-da. Ularda ham turli xil vazifalar bor. Shunchaki bitta polimorfizmni, bitta nukleosid o'zgartirish orqali uni masalan shirinroq qilishi mumkin yoki kattaroq qilishi mumkin yoki qanaqadir viruslarga chidamliroq qilishi mumkin. Shunaqa bu juda qiziq. Foydalar. Ya'ni даже qishloq xo'jaligida yaqin yillarda biz bu narsani ishlatsak bo'ladi. Albatta, hozir chiqib bo'lgan, bozorga ham chiqqan. O'zbekistonga menimcha yetib kelmagani. Ibrat aka gapirmoqchilar, Ibrat aka o'zi ekspert bu sohada. Kim? Assalomu alaykum hammaga. Islom aka, Mirumid aka. Assalomu alaykum.
Bizda genomika institutida bor aynan CRISPR-Cas9 bo'yicha ishlash. Qilingan zo'r ishlardan bittasi anorni urug'ini olib tashlash qilib ko'rishgan. Ya'ni qaysidir genni shundoq o'chirib qo'yadigan bo'lsa, o'sha anorda urug' chiqmas ekan. Aytishganda bu yil hosil olishimiz kerak edi. Men aniq bilmadim qanchalik o'xshagan. PCR testlar nimalar yordamida tekshirilganda o'sha gen o'chgani haqida ma'lumot yetishgandi bizga. Endi menimcha yengillik kutamiz. O'sha agar chiqadigan bo'lsa, bu ham juda ham qiziq ish bo'lardi deb o'ylayman. O'zim nimada ishlaganman, aynan CRISPR-Cas9 bilan o'zi bilan ishlaganman. Bizda asosan gen nakauti bilan ishlanardi. O'simliklar bo'yicha aytib ketishim mumkin bo'lgan narsa, juda ham qiziq narsa o'qiganda, misol uchun yovvoyi har xil nimalarimiz bor. Meva deymizmi, har xil o'simliklarimiz bor. Bitta maqolada o'qigandim, что kerak bo'lsa mana shunaqa o'simliklarni bizni yesa bo'ladigan qila olamiz CRISPR-Cas9 yordamida deb aytishgan edi. Misol uchun banan nimalar, tarvuzlar, qovunlar, olmalar kerak bo'lsa hammasi seleksiya yordamida chiqarib olingan bo'lsa va bularga 10-15 yil vaqt ketgan bo'lsa, biz CRISPR-Cas9 yordamida umuman yeb bo'lmaydigan mevani ham, misol uchun 1-2 yil ichida to'liq yesa bo'ladigan qila olamiz va bu bilan juda katta ovqat muammosini hal qila olamiz deyishgandi. CRISPR-Cas9 misol uchun mana shunaqa ishlatilish yo'llari ham bor ekan deb aytib ketmoqchi edim. Juda qiziq. Haqiqatan, ya'ni insonda agar qanaqadir ovqatga qanaqadir demak narsaga neperenosimligi bo'lsa, mana shuni ham yechsa bo'ladi. Ya'ni agar odam mana shu qanaqadir narsani hazm qila olmasa, bu degani, ya'ni o'sha fermentlarni ishlab chiqaradigan qanaqadir modifikatsiya qilsa bo'ladi. Men tushunishim. Bundan yaxshiroq usuli bor. O'sha fermentlar ishlab chiqaradigan bakteriyani ichakka просто transplantatsiya qilish kerak. Bu bo'yicha ham bitta zo'r bizda aynan qilingan ish bor edi. Hali proyekt oxirigacha bormagan. Ikkita guruh odam olingan. Bittasi sahrli diabet bo'lgan, ikkinchisi sahrli diabet bo'lmagan odamlar olingan. Ikkalasining ham mikrobiomi ajratilganda, mikrobiomidan mikroorganizmlar ajratilgan. Bizning gipoteza qanaqa bo'lgan? Misol uchun, sahrli diabetli odamlarda qanaqadir mikroorganizmlar yo'q bo'lib ketadi deyishganda. Agar mana shunaqa mikroorganizmni to'ldirib beradigan bo'lsak, bu katta veriyatnost bilan sahrli diabetni yo'qotishi mumkin degan taxmin bor. Ya'ni biz shunchaki mikroorganizmlarni o'zini ichib turib, sahrli diabetni yo'q qilishimiz mumkin deb harakat qilyapmiz hozir. Siz aytgan narsa, misol uchun neperenosimist bo'ladigan bo'lsa ham, buni ham eng oson yo'li genetik o'zgartirish emas, просто o'sha narsani parchalay oladigan mikroflorani ichadigan bo'lsangiz, mikroflorani to'g'rilasangiz, уже bemalol odam kerak bo'lsa nimalarni parchalay olar ekan, mana shunaqa narsalarni. Rahmat kattakon Ibrat aka. Yoritib berdingiz mana shu aynan mavzuni. O'zi mana shu mavzuni keyingi safarga nima qilsak bo'lar ekan? Mikrobioma bo'yicha o'rnat. Jam zo'r bo'ladi. Sen o'ylagandan kattaroq mavzuda, chunki masalan sen yegan, iste'mol qilgan taoming oshqozondagi bakteriyaga yoqadigan bo'lsa, oshqozondagi bakteriya serotonin ishlab chiqazib yoki dopamin ishlab chiqazib, ichagingdan so'rilib, miyanggacha yetib borishi mumkin. Sen yegan taomingni mazza deb yeysan, lekin uni mazza qismi qachon boshlanadi? Kayfiyatingga ta'sir qilganda boshlanadi. Kayfiyatingga ta'sir qilishi u yegan taomingga bog'liq bo'lmaydi umuman. Bu ichagingdagi bakteriyaga bog'liq bo'ladi. Bu bakteriyaga mos kelsa keyin u kerakli demak gormonlar ishlab chiqaradi. Bunaqa maqolalar bor. Bu juda qiziq haqiqatdan. Keyingi safarga aniq qilsak bo'ladi. Nima deydi? Alteratsiya qilsak bo'ladi. Biologiyadan jicha ozgina ximiya qismiga safar olsak bo'ladi. Ibrat aka nimadir demoqchi edim. Yana bitta zo'r narsa ko'rgandim. Juda ham ozg'in odamdan mikrobiom ajratib,
judayam semiz odamdan mikrobiom ajratilingan ekanda, o'sha ikkita odamni mikrobiologiyasini ikkita bir xil vesdagi sichqonlarga berilgan ekan. O'sha ikkita bir xil vesdagi sichqoni ozg'indan olingan mikrobiomni qabul qilgan sichqonlar ozib ketgan ekan, semiz odamdan qabul qilganlar semirib ketgan ekan. Ya'ni kerak bo'lsa odamni semiz yoki ozg'in bo'lishiga ham aynan mana shunaqa mikrobiom sababchi bo'larkan degan hozir o'sha taxminlar bor. Gap yo'q. Gap yo'q shekilli. Ibrat aka, xudo xohlasa unda keyingi safar qilsak, uyingiz ham bir aytib berasiz. Mani soham lekin mikrobiologiya emas-u. Men asosan biotexnologiya bilan shug'ullanardim. Agar bilimim yetgancha harakat qilaman-da. Xudo xohlasa. Yaxshi. Xo'p, Nurmuhammad bo'lsa nima qilamiz? Bugungi yakunlaymiz ham bugungi. Bugungi science tokimizni men uchun juda, demak, produktiv bo'ldi. Men to'g'risi juda ko'p narsa o'rganib oldim. Rahmat, demak, biologiya sohasida ishlaydigan odamlarga. Demak, qolganlar ham agar savollar qolgan bo'lsa, agar u fikr mulohazalar qolgan bo'lsa, aytaveringlar. Bugun bizda shunaqa birinchi, demak, aynan prosta shunaqa erkin formatda ko'rishuvimiz onlayn uchrashuvimiz ancha freestyle-roq, bunaqa tayyorgarchilik materiallarsiz. Shunisi bilan ham bir tarafdan qiziqki, har xil mavzularni ko'rib chiqsak bo'ladi bitta mavzu atrofida. Shunga agar bu savollaringlar, qiziqadigan sohalaringlar bo'lsa, aytaveringlar. yoki kommentariyada yozib qo'yasizlar keyinchalik. Kommentariyada yozib qo'yasizlar, unaqa bo'lsa. Unaqa bo'lsa rahmat hamma kirganlarga, Islom aka, Ibrat aka va qolgan hammaga. Keyingi safar moderatorlik qilganingiz uchun. Keyingi safar bo'lsam ikkinchi eng ko'p ovoz yoqqan mavzu bo'yicha qilamiz, to'g'rimi? Kvant texnologiyalar va kvant hisoblash bo'yicha. U bo'yicha men ancha ko'proq narsa aytib berishim mumkin. Ancha ko'proq narsa aytib berasan. Biz aytib bergandan ko'proq narsa aytib berasan. Nasib qilsa, men shu sohani atrofida ishlayman, shu soha bilan ham ishlayman. Shunga qo'limdan kelgancha sizlarga aytib berishga harakat qilaman. U sohada ham juda ko'p qiziq taraflar bor, yangiliklar bor. Hozirgi texnologiyalardan umuman farq qiladigan aslida texnologiya. Shuning uchun qo'limdan kelgancha aytib berishga harakat qilaman keyingi safar. Kutamiz. Bugungi hamma rahmat, xayr. To'g'risi. Mayli, hammaga rahmat, yaxshi qolinglar. Qo'shilganlar xursandman. Ko'rishamiz.